Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun kimyo darsini noldan o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi darsimiz bugun kimyo faniga kirish, ya'ni dastlabki tushunchalar. Ya'ni kimyo faniga kirishdan maqsad endi bularda asosiy detallari bilan gaplashamiz. Ya'ni birinchisi element. Element nima deydigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, element atomlarning muayyan turi. Ya'ni yozamiz. Atomlarning muayyan turi. Endi bu narsani biz qanday farqlab olamiz, hurmatli o'quvchilar? Vodorod elementining belgisi H yoziladi. Endi buni ikki xil ma'noda yozishimiz ham mumkin, ya'ni vodorod atomi desak ham biz uchun to'g'ri bo'laveradi. Vodorod elementi desak ham biz uchun to'g'ri hisoblanaveradi. Ya'ni mana bu vodorod, ya'ni H belgisi uchun vodorod elementi desak ham biz uchun to'g'ri, vodorod atomi desak ham biz uchun to'g'ri hisoblanaveradi. Endi bundan keyingi o'rganadigan narsamiz davriy sistema. Ikkinchi o'rganadigan narsamiz hurmatli o'quvchilar, davriy sistema. Davriy sistema nima deydigan bo'lsak, davriy sistema elementlarni o'xshashligi va xossalariga qarab joylashtirib chiqilgan qator. Qaytaraman. Davriy sistema elementlarni o'xshashligi va xossalariga qarab joylashtirib chiqilgan qator. Yozamiz. Elementlarni o'xshashligi va xossalariga qarab joylashtirib chiqilgan qator. Demak, davriy sistemaning ta'rifini yozib oldik. Elementlarning o'xshashligi va xossalariga qarab joylashtirib chiqilgan qator biz uchun davriy sistema deyiladi. Ya'ni davriy sistemada birinchi guruh elementlari bor, ya'ni A va B. Ularni A'larda vodorod, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy joylashgan bo'lsa, bularni eng oson tilda o'rganadigan bo'lsak, hammasi o'zgarmas bir valentli. Demak, mana elementlarning o'xshashligidan ya'ni bitta xususiyati biz uchun hammasi bir valentli bo'lganlari biz uchun bu davriy sistemani o'z ta'rifini ochib beradi, ya'ni isbotini ochib beradi. Hurmatli o'quvchilar, mana kimyo fanini asosiy o'rganmoqchi bo'lgan, ya'ni obyektlari bilan gaplashdik. Endi har bitta narsani o'z fan predmeti bo'lganidek, kimyo fanimizda ham o'z predmeti bo'ladi. Ya'ni birinchisi o'rganadigan narsamiz fan predmeti. Fan predmeti va fanga ta'rif. Ya'ni mana shu ikkala narsa haqida gaplashamiz. Fan predmet haqida gaplashishimizdan oldin fanimiz nima haqdaligini bilib olishimiz kerak. Demak, ta'rifini aytamiz, ya'ni yozamiz. Kimyo fanining ta'rifiga keladigan bo'lsak, kimyo moddalar, ularning xossalari, bir-biriga aylanishi va o'zgarishini o'rganuvchi fan. Qaytaraman. Kimyo moddalar, ularning xossalari va bir-biriga o'zgarishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Yozamiz. Kimyo moddalar, ularning xossalari bir-biriga o'zgarishi va
tuzilishini o'rganuvchi fan. Demak, mana ta'rif haqida ham gaplashib oldik. Kimyo moddalar, ularning xossalari va bir-biriga o'zgarishi tuzilishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Kimyo fanimizning endi asosiy predmetiga keladigan bo'lsak, mana modda deb boshlandi ta'rifda. Demak, kimyo fanimizning eng asosiy predmeti bizda modda hisoblanadi. Demak, kimyo fanimizning eng asosiy predmeti modda hisoblanganligi uchun endi har bir o'quvchining miyasiga keladigan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu savol qanday? Bizda modda eng kichkina birlikmi? Yo'q. Afsuski, modda eng kichik birlik emas. Ya'ni nima uchun desak, eng kichik birligimiz kimyoda atom, molekula, modda, jism hamda borliq. Mana har bitta tashkil topgan detalchalar bilan gaplashib oldik. Demak, bizda eng kichkina birligimiz demak atom. Atomlar yig'ilib molekulani hosil qiladi. Molekulalar yig'ilib moddani hosil qiladi. Moddalar yig'ilib jismni, jismlar yig'ilib yashab turgan borlig'imizni hosil qiladi. Demak, bizda fanimizda asosiy o'rganadigan narsasi bu modda edi. Demak, biz mana bu chegaragacha kelsak bo'ldi. Bizga kerak bo'ladigan asosiy narsalar mana shu taraf. Ya'ni atom, molekula, modda. Mana shular haqida gaplashamiz endi bugun sizlar bilan. Demak, hurmatli o'quvchilar, har bitta tashkiliy qismlar bilan gaplashdik. O'rganadigan narsamiz faqat modda chegarasigacha dedik. Endi bu yerdagi har bitta tashkiliy qismlar haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchisi atom. Atomga ta'rif beramiz demak. Yadrosi musbat zaryadlangan, atrofida manfiy zaryadli zarrachalar harakatlanuvchi elektroneytral zarracha. Qaytaraman. Yadrosi musbat zaryadlangan, atrofida manfiy zaryadli zarrachalar harakatlanuvchi elektroneytral zarracha atom. Yozamiz. Yadrosi musbat zaryadlangan, atrofida manfiy zaryadli zarracha harakatlanuvchi elektroneytral zarracha. Endi kimyochilar ham mana shu joyda qisqa to'xtash qilamiz, ya'ni lirik chekinish qilamiz. Ya'ni kimyo fanini oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, tasavvuringiz kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Ya'ni mana shu atomni biz ta'rifiga qarab turib tasavvur qilib ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, shu o'rinda lirik chekinish qilamiz, ya'ni qay tartibda? Bizni kimyo fanini oson o'rganmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz tasavvurimizni kuchaytirish bo'ladi. Ya'ni qanday holatda? Yozilayotgan qoidalar, ya'ni birorta zarrachalarga ta'rif yoki birorta teoremalar bo'ladimi? O'sha bo'yicha tasavvur qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni shu o'rinda atomni ham tasavvur qilib ko'ramiz. Ya'ni yadrosi musbat zaryadlangan bo'lsin ekan, atrofida manfiy zaryadli zarrachalar harakatlanuvchi elektroneytral zarracha bo'lishi kerak ekan. Demak, tasavvur qilib ko'ramiz. Yadrosi musbat zaryadlangan, atrofida manfiy zaryadli zarrachalar harakatlanayotgan elektroneytral zarracha deb ta'rif berdik, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi o'rganadigan narsamiz molekula. Molekula
Xo'p, moddaning kimyoviy xossalarini o'zida jamlagan eng kichik zarracha u atomlardan tashkil topadi. Molekulalar orasida tortilish va itarilish kuchlari mavjud. Qaytaraman. Molekula moddaning kimyoviy xossalarini o'zida jamlagan eng kichik zarracha u atomlardan tashkil topadi hamda molekulalar orasida tortilish va itarilish kuchlari mavjud. Demak, shu o'rinda molekulalar haqida gaplashamiz. Ya'ni bizda 7 dona atom va molekulasi farq qiladigan elementlar mavjud. Ya'ni birinchisi vodorod elementi va vodorod molekulasi H2 holatda yoziladi. Ikkinchisi azot elementi, uni molekulasi N2 holatda yoziladi. Uchinchisi kislorod elementi, uni molekulasi O2 holatda yoziladi. Uchinchisi xlor molekulasi, xlor elementi bo'layotgan bo'lsa, xlor elementi va xlor molekulasi bir-biridan farq qilishini ko'ryapmiz. Demak, keyingi elementimiz ftor. Ftor elementi hamda ftor molekulasi. Brom elementi hamda brom molekulasi. Undan keyingisi yod elementi va yod molekulasi, hurmatli o'quvchilar. Yodni J holatda yozish biz uchun xato hisoblanadi. Endi shu o'rinda miyamizga kelayotgan informatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni temir elementi Fe yozilsa, temir molekulasi Fe2. Yo'q, afsuski hurmatli o'quvchilar. Bu biz uchun xato informatsiya hisoblanadi. Yoki uglerodni S, uglerod molekulasini S2 yozadigan bo'lsa, biz uchun xato bo'ladi. Faqat mana shu quyidagi keltirilgan 7 ta molekula elementlarimizning molekulalari faqat xuddi shunday tartibda yoziladi. Qolganlarniki esa hammasiniki davr sistemada qanday holatda bo'lsa, o'shanday holatdaligicha yoziladi. Hurmatli o'quvchilar, modda o'z navbatida ikkiga bo'linyapti. Ya'ni fanimizda eng asosiy predmeti. Ya'ni sof moddalar va aralashma moddalarga bo'linadi. Endi sof moddalar o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Oddiy moddalar hamda murakkab moddalarga. Aralashmalar ham ikki turga bo'linyapti. Ya'ni gomogen aralashma va heterogen aralashmaga. Endi ko'p o'quvchilar mana buni qo'pol xatoga yo'l qo'yishlari mumkin. Ya'ni qaysi xato deb o'ylasalaring, modda necha xil bo'ladi desa, ikki xil. Oddiy va murakkab moddaga. Yo'q. Modda ikki xil bo'ladi. Sof modda va aralashmaga bo'linadi, hurmatli o'quvchilar. Demak, hurmatli o'quvchilar, endi o'rganadigan narsamiz oddiy moddalar. Oddiy moddalar haqida gaplashadigan bo'lsak, oddiy moddalar ta'rifi quyidagicha. Tarkibida bir xil element atomidan tashkil topgan moddalar oddiy moddalar hisoblanadi. Qaytaraman. Tarkibida faqat bir xil element atomlaridan tashkil topgan moddalar oddiy moddalar hisoblanadi. Ya'ni masalan, vodorod molekulasini oladigan bo'lsak, vodorod molekulasi faqat bir xil element atomidan tashkil topgan bo'lyapti. Demak, bu oddiy modda hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, azot molekulasi tarkibda faqat azot elementidan tashkil topganligi uchun bu oddiy modda hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, fosfor molekulasi. Fosfor bir dona fosfor elementidan tashkil topganligi uchun bu oddiy modda hisoblanadi. Endi suv molekulasi ikki xil element atomdan tashkil topyapti. Bu oddiy modda hisoblanmaydi. Demak, quyidagi misollar bilan birgalikda ko'chirib olamiz, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, keyingi o'rganadigan narsamiz murakkab moddalar. Murakkab moddalar tarkibida har xil element atomidan tashkil topgan moddalarga aytiladi. Ya'ni, qaytaraman, murakkab moddalar tarkibida har xil element atomidan tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi. Bularga misol qilib suv ikki xil element atomdan tashkil topgan, natriy gidroksid 3 xil element atomdan tashkil topgan, sulfat kislota har xil element atomdan tashkil topgan. Bular murakkab moddalar hisoblanadi. Endi bularga misol qilib quyidagilarni ko'chirib olamiz, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, endi o'rganadigan narsamiz gomogen aralashmalar, ya'ni aralashmalar bo'limining birinchi qismi, ya'ni gomogen aralashmalar.
Gamogen aralashmalar nima deydigan bo'lsak, bir-birida eriy oladigan moddalar aralashmasi. Ya'ni qaytaraman. Bir-birida eriy oladigan moddalar aralashmasi gamogen aralashmalar hisoblanadi. Demak, hurmatli o'quvchilar, biz uchun qiyin bo'lishi mumkin. Gamogen aralashmalar, ya'ni bir-birida eriy oladigan moddalar aralashmasini qayerdan topib olaman? Endi birinchi marta kimyo faniga kiryapman, oldin kimyo fani o'qimaganman deganlar uchun oson yo'li, ya'ni oson yo'li yuqorida aytib o'tganimdek, kimyo fanida tasavvurimizni kuchaytiramiz. Ya'ni qay tartibda? Xo'p, bir-birida eriy oladigan moddalar aralashmasi bo'lishi uchun u moddalar aralashmasida ikki xil modda aralashmasi bo'layotgan bo'lsa, u modda molekulalarini biz ko'z bilan ajrata olmasligimiz kerak. Qaytaraman. Bir-birida eriy oladigan moddalar aralashmasi bo'ladigan bo'lsa, moddalar aralashmasida modda molekulalarini ko'z bilan ajrata olmasligimiz kerak. Ya'ni oddiy misol suv va tuz. Ya'ni tuzli suv. Qishloq tilida aytadigan bo'lsak, ya'ni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, namakab suv. Demak, buni oson o'rganadigan yo'limiz, ya'ni moddalar aralashmasida modda molekulalarini ko'z bilan ajrata olmasak, bu gamogen aralashma hisoblanadi. Ya'ni suv va tuz. Bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, namakab suv. Ya'ni namakab suv tayyorlashimiz uchun tuz molekulalarini suvda eritib yuboradigan bo'lsak, uni ichidagi tuz va suvni biz oddiy ko'z bilan ajrata olmaymiz. Demak, bu yerda biz gamogen aralashma hosil qilgan bo'lamiz. Yoki suv va shakar, shakar choy deyiladi. Oddiy tilda oladigan bo'lsak, bu yerda ham shakar molekulalari va suv molekulalarini oddiy ko'z bilan ajrata olmaymiz. Demak, bu yerda gamogen aralashma hisoblanadi. Endi o'rganadigan narsamiz heterogen aralashma. Ya'ni heterogen aralashma nima deydigan bo'lsak, bir-birida erimaydigan moddalar aralashmasiga heterogen aralashma deyiladi. Qaytaraman. Bir-birida erimaydigan moddalar aralashmasi heterogen aralashma hisoblanadi. Endi buni oddiy tilda oladigan bo'lsak, xo'p, modda molekulalari aralashtirilganda, xo'p, modda zarrachalarini ko'z bilan ajrata olsak, demak, bu yerda heterogen aralashma hosil bo'lgan bo'ladi. Qaytaraman. Modda molekulalari aralashtirilganda, modda zarrachalarini ko'z bilan ajrata olsak, bu heterogen aralashma hisoblanadi. Ya'ni bunga misol qilib turib, yog' bilan suv. Deyarli har kuni ko'radigan narsamiz, ya'ni ovqatni suvini ko'radigan bo'lsak, suv molekulalarining yuziga yog' molekulalari qisman zarracha bo'lib chiqib qoladi. Yoki bo'lmasam qum bilan sement. Qum bilan sementni deyarli hamma qurilish qilgan odamlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Aralashmasida qum bilan sement aralashmasida qum va sementni bemalol ko'z bilan ko'rsak, ajratib olsak bo'laveradi.